hamyurtlarimiz orasida prostata muammolaridan aziyat chekayotgan kishilar uchun faqat va'da emas, aniq natija beradigan, shuningdek, prostata muammolariga 100% yechim bo'la oladigan Prostamix mahsulotini tavsiya etamiz. Prostata shamollashi, prostata bezi yallig'lanishi, peshobga tez-tez qatnash, achishish, ikkilamchi bepushtlik, jinsiy zaiflik kabi muammolarni endilikda siz bu sohada uzoq yillik tajribaga va 200 mingdan ortiq mijoz ishonchiga ega bo'lgan turkiyalik mutaxassis Yunus Tur bilan hal qilishingiz mumkin. Buning uchun esa siz 55 kodi bilan 503 2200 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Donald Trampning aytishicha, Eron yadroviy quroldan voz kechishga rozi bo'lgan. U shuningdek, agar Tehron kelishuv imzolamasa, harbiy harakatlar qayta boshlanishi mumkinligini ta'kidlagan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining o'z bayonotida bildirishicha, Tehron yer ostida juda chuqurda joylashgan yadroviy materiallarni ham Washingtonga topshirishga tayyor va Eron kelishuv tuzishni istaydi. Shuningdek, Tehron 2 oy oldin rozi bo'lmagan shartlarni ham qabul qilishga tayyor. Trampga ko'ra, Eron uchun yadroviy ishlanmalarga qo'yiladigan taqiq 20 yildan uzoqroq vaqt davom etadi. Ya'ni Eron tinchlik evaziga 20 yilgacha uran qazib olish imkoniyatidan mahrum etiladi. Shu bilan birga Britaniyaning Bloomberg agentligining yozishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasidagi Tramp aytgan tinchlik muzokaralari taxminan 6 oy davom etishi mumkin. Aniqrog'i, Tehron yuqoridagi talablardan iborat kelishuvni bir kunlik muzokara davomida imzolamaydi. Eronni bu bitimga imzo chekishi uchun kamida 6 oy vaqt kerak bo'ladi. Bu davr mobaynida Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga o'zini hujumlarini qayta tiklaydigan bo'lsa, u holda urush yana davom etadi va tabiiyki kelishuv imzolanmaydi. Shunday ekan, Donald Trump agar unga haqiqatdan ham Tehronning yadro qurolidan voz kechishi muhim bo'lsa, 2 haftalik o'q otishni to'xtatish bo'yicha kelishuvni yana 6 oyga uzaytirishga majbur. Eshitmaganlar uchun eslatma. Donald Trampning o'ziga qarashli ijtimoiy tarmoqda qayd qilishicha, Livan rahbari Joseph Aoun va Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu ikki davlat o'rtasida 10 kunlik o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishgan. Bu ikki rahbar o'z davlatlari o'rtasida tinchlikka erishish maqsadida sharqiy vaqt bilan soat 17:00 da rasman 10 kunlik o't ochishni to'xtatishni e'lon qilishga kelishib olgan. Trampning qo'shimcha qilishicha, u vitse-prezident J.D. Vance va davlat kotibi Marco Rubio hamda Amerika Qo'shma Shtatlari qurolli kuchlarini birlashgan shtab boshliqlari qo'mitasi raisi general Dan Keynga Isroil va Livan bilan barqaror tinchlikka erishish maqsadida hamkorlik qilishni topshirgan. Avvalroq Tramp Livan rahbarini Isroil bilan tez orada o't ochishni to'xtatish masalasida qo'llab-quvvatlagan edi. Livan prezidenti esa o't ochishni to'xtatish Isroil bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarga o'tish uchun tabiiy qadam bo'lishini ta'kidlagan. Qiziq tomoni shundaki, Livan rahbari Joseph Aoun va Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahuning uchrashuvidan oldin tomonlar bir-biri bilan so'nggi bor zarba almashgan. Bunda Isroil Livanga kelishuvdan 24 soat oldin 380 marta zarba bergan bo'lsa, Livan ushbu zarbalarga javoban Isroilning Nagariya shahrini o'qqa tutgan. Endi Qo'shma Shtatlarning urush vaziri Pete Hegsethni 16 aprel kungi Oq uydagi bayonotiga yuzlanamiz. E'tiborli bo'ling. Pentagon rahbari Pete Hegsethni ma'lum qilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga qarshi iqtisodiy g'azab operatsiyasini boshlamoqda. Unga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari qurolli kuchlari agar Eron noto'g'ri qaror qabul qilib kelishuvga rozi bo'lmasa, harbiy harakatlarni qayta boshlaydi. Pete Hegsethga ko'ra, Tehron kelishuv tuzishda oqilona tanlov qilish kerak. Sababi Amerika Qo'shma Shtatlari misli ko'rilmagan qudrat bilan qayta kuch to'plamoqda. Hegsethning urg'u berishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy dengiz kuchlari Hormuz bo'g'oziga kiruvchi va undan chiquvchi kemalar harakatini nazorat qilmoqda. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlarida harbiy dengiz floti bor, Eronda esa u endilikda yo'q. Amerika Qo'shma Shtatlari Hormuz bo'g'ozini blokada qilishni qancha zarur bo'lsa, shuncha davom ettiradi. Shuningdek, Washington Eron qaysi harbiy vositalarni qayerga ko'chirayotganini juda yaxshi biladi. Bu esa Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi
harbiy texnikalarni nazorat qilish imkoniyatini beradi. Xullas, Pentagonning otasi Pit Hegsethning tahdidli bayonotiga ko'ra, Eron Tramp tomonidan qo'yilgan barcha shartlarni qabul qilishi kerak. Aks holda Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga qarshi hujumlarini yana davom ettirishi mumkin va Qo'shma Shtatlar so'nggi ma'lumotlarga ishonilsa, Eron atrofiga 60 mingga yaqin askar ham tashlagan. Eslatib o'tamiz, amerikalik mashhur jurnalist Tucker Carlson 16 aprel kungi X'dagi jonli efirdagi chiqishida Donald Trampning nasroniylik dinini allaqachon tark etganini bildirgan. Tucker Carlsonning o'rinli izohiga ko'ra, Tramp Amerika Qo'shma Shtatlarini boshqa prezidentlari singari Oq uyga Isroilizm nomli dinni yana olib kirdi va bu din vakillarini asosiy vazifasi, shuningdek maqsadi faqat va faqat Isroilni himoya qilib, Isroil qanday buyruq bersa shuni bajarishdan iborat bo'ladi. Bizningcha Tucker Carlsonning gaplari barcha uchun tushunarli bo'ldi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.